Yutuqlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Aslida siz bundan ham yuqori cho'qqilarga loyiq insonsiz. Inshaalloh keyingi zvanyalaringiz partnyordan ham yuqori bo'lishligini tilab qolaman va biz shogirdlaringiz unutmangki, har birimiz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz. Men bu jonisini oldiga har doim oshiqib yuradigan, unga erkalanadigan nabira sifatida sizni oldingizga har doim bilasiz, maslahat kerak bo'lsa ham, yordam kerak bo'lsa ham oldingizga boraman. Ko'p maslahatlarni olaman. Boringizga shukr. Sizni juda ham hurmat qilaman va yaxshi ko'raman. Ustozimiz Gayub Vohidaxon, bizlarni doim qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kattakon rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. Allohga oson, xohlasangiz bo'ldi degan so'zlaringiz hamisha quloqimizda. Boringizga shukr Umid opa, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana Fagerlik kompaniyasiga taklif qilgan, bilim yo'nalishida ko'rsatgan, o'rgatgan komandam va o'zimning yutuqlarimga sababchi bo'lgan Umid opamga kattakon rahmat. Allohim hayotimni o'zgartirishga sababchi qilib yuborgan insonim, ustozim, mehribonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bugungi yutuqlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bizga bergan bilimlaringiz o'zingizga 10 barobar bo'lib qaytib kelsin. Har doim bo'ladigan bayramlarda sizni yuqori va yuqori cho'qqilarda ko'rish nasib ro'z aylasin. Biz siz bilan faxrlanamiz. Oxirgi haqiqatni aytolmay qoldim. Kim qanaqa zvanyada bo'lsa, o'shanga yarasha ishlayapti. Kim qancha oylik olayotgan bo'lsa, o'shanga yarasha ishlayapti. Narxi shuncha. Siz o'zingizni komandangizni tarbiyalashingiz shart emas. Komandangiz sizni turishingizga, xuddi farzandlaringizga qarab, sizni turishingizga qarab, yurishingizga, harakatingizga qarab, u ham intilib boraveradi, xuddi farzandlarimizdek. Hammaning komandasiga omad, birgalikda bir samolyot bo'lib Kiprga ketaylik, rahmatlik.